qattiq keldi o'shanda kirdingizda. Lekin men ayta olamanki, bu proses qiyin bo'ldi men uchun. Masalan, recommendation letterlarni o'zim qilganman, motivation letterlarni ham o'zim qilganman. Unaqa menda consulting kurs bo'lmagan, o'zim qilganman hammasini. To'g'risi ham shu deb o'ylayman. Consultingsiz, kurssiz. O'sha birinchi marta 11 sinfligingizda intervyu kirganingizda nima savollar berishgan? Aynan nima sizni yiqitgan deb o'ylaysiz endi hozirgi holatingizda? Mani eng katta mistake'im birinchidan qanaqa majorga topshirayotganimni o'zim bilmaganman. Nima kim bo'lishini xohlayman. Hozir menimcha ko'pchilikni mana shu savol qiynayapti. Kim bo'lishni xohlayapti ular, bilishmaydi ko'pchilik. Masalan, menda nima bo'lgan? Men o'zi kichkinaligimdan anaqa nimada publicda bo'lishni, public anaqani relationsni yaxshi ko'rganligim uchun men public relations tanlaganman. Hammasini inglizcha qilib chiqqanman. Lekin men intervyuga kirganimda men motivation letterim ham zo'r chiqqan, lekin intervyuda menga sen nimaga public relationsni, nimaga imенно shu majorni tanlagansan deganda men kalla qo'yganman xullas. Men jurnalist bo'lgim keladi, men aktrisa bo'lgim keladi deb. Bu nimadan? Bu siz kim bo'lishni o'zingizdan bilmaysiz hali. Qanaqa kasbni egallashni o'zingizdan bilmaysiz. Menda shu xato bo'lgan. Eng katta xatom, masalan, intervyuga tayyorlanmasdan kirganim. Birinchi. Xo'p, keyin mana birinchi кейsingizni tugatib oldik. Endi 2025-yil qaysi oyda topshirgansiz? Deadline'ga taqaganmisiz yo deadline'dan ancha oldin birinchi bosqichda topshirganmisiz? Menda qanaqa bo'lgan? Bizda jahon tillarida sessiyalar bo'lgan o'sha paytda, o'sha oralig'da, yanvar, fevral oralig'ida sessiyalar bilan yurib, men unutganman. 2 kun qolganda dokument tayyorlashni boshladim. Har anaqa dokumentlarimni anaqa qilib, xullas har joydan yig'ib dokumentlarni maktabdan oldim, transkript-imni, boshqa anaqalardan oldim recommendation letterarimni. Xullas shunaqa qilib, men bir kun qolgan topshirganman. Deadline'ga taqaganman. Menda yoki o'zi 20-fevral birinchi deadline edi. Men yoki 20 yoki 19-da topshirganman. Biram taqaganman-da. Keyin yana extend qilib berishgan, eslaysiz, 23-fevralgacha. Keyin o'ylaganman, hali bor ekani deb. Chunki bir hafta qo'shib berishgan. O'sha boya aytib o'tgan essayimdagi limit juda qisqa bo'lib qolgan. Deadline yaqinlashyapti. Men haligacha edit qilolman. Keyin maksimalniy chop tashlab juda xohlaganimda edit qilmasdan topshirib yuborganman-da essayim. Keyin o'ylaganman. Menda ham xuddi shu problema bo'lgan, chunki bitta katta motivation letterni siz 3000 ta karakterga sig'diramisiz xohlaysiz-da. Men nima qilganman? Uni tagida bitta yana field bordi, eslaysiz. Fieldga yozganman offer anaqalarni sig'magan joyini. Comments ilganmi? Topshiradiganlar bo'lsa, o'sha narsaga e'tibor bersin. Agar motivation letter 3000 ta karakterdan ko'p ketsa, o'sha anaqaga yozsa ham bo'ladi. Kichkina katakcha bor, anaqa uchun ekstra anaqa bor, field bor, o'shaga yozsa bo'ladi. Uni ham tekshirishadi chunki. Men ham buni kimlardan o'rganganman 2-yilimda. Hop, keyin nima bo'lgan? O'zi birinchi Turkiya burslarini o'sha 25-yil yanvarda bilgan bo'lsam, surishtiryapman. Juda uzoq protsess ekanda. Ya'ni yanvarda ochiladi, deadline fevralda, intervyuga o'tsangiz mayda olasiz invitationni. Uni javobi keyin avgustda chiqadi. Yarim yilingizga o'rningizga ketkazib olasiz. O'ylaganman. Hozir topshirsam nimadir rezultat bo'ladimi? Nimadirdan qolib ketmaymanmi? Gap yerga qolib ketmasam bo'ldi. Durust o'ylaganman. Keyin qarasam, risk qilib turib, bu yerda boshqa planlar qilsa bo'ladi. Keyin why not to try deb turib boshlab o'rganman. Topshirganman. Bo'ldi, ko'ngil xotirjam. Universitetlari vashe tanlashda qiynalganman. Meni majorim aerospace engineering bo'lgani uchun 12 ta universitet tanlashingiz kerak bo'lsa, bitta universitetda bo'lgan meni majorim. Bitta universitet. 11 ta universitet meni majorimga yaqinroq, lekin baribir meni majorim bo'lmagan narsa edi. U ham engineering, faqat mechanical. Keyin o'sha Turkiya burslaridan yutgan tanishim nima degan, birinchisiga qo'yib qo'ysangiz, kira olmasligingiz mumkin universitetga. Birinchisiga qiyinlarni qo'yib turib, keyin
o'sha примерно bir taxminan o'zingiz to'g'ri keladigan universitetga qo'ysangiz, ketma-ketlik bo'yicha yutish ehtimolinggiz baland bo'ladi degan. Keyin 6-o'ringa qo'yib qo'yganman. 6-ga. Bittadan universitetda 6-o'ringa qo'yganman. Keyin qolgan universitetlar hammasi tavakkal, Ankara, Istanbul, Lyuboy shaharlarni tanlab tashlaganman. Bo'ldi. Shu bilan rekomendation letter yuklandi. Intervyuga 9-maydamidi yo 12-mayda kelgan bo'lsa, xullas may boshida bilaman. 12-mida. Da. Kechqurun 9da kelgan. O'sha kuni men fizika darsimdan chiqib, ko'chada avtobus kutib turganda email kelgan. Qarasam Turkiya burslari you are invited turibdi. Yes deganman. Keyin juda qisqa bo'lgan. Ya'ni invitation kelsa, uzoq bir hafta ichida o'sha intervyuingiz bo'ladi. Ya'ni tayyorlanishga shok bo'ladi, nima bo'ladi bilmaysiz. Keyin surishtirganman, qayerda bo'ladi, locationlar yo'q, keyin gruppalarga qo'shilish boshlaganman. O'shanda qo'shilganman Turkiya burslari gruppalariga. Ungacha bashi bilmagan bunaqa gruppalar borligini. Shu bilan keyin intervyu kuni keldi. Sizda qanaqa bo'lgan? Menda endi birinchisida rostdan xursand bo'lganman, chunki men abituriyentman. Birinchi yili masalan chet elga o'qishga ketish juda ham men uchun katta success bo'lgan uchun. Ikkinchi yili kelsa ham kelmasa ham meni o'zim universitetim bor, symbolic grantman jahon tillarida. Keyin meni o'zimni majorim jahon tillarida Xitoy tili bo'lgan. Hozir sizda ham bo'lgan situation, menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Men Xitoy tili o'qiganim uchun Turkiya burslariga ham Chinese philology tanlamoqchi bo'lganman, lekin topolmagan. Unaqa major yo'q deyishgan. Keyin o'ylanib turizm tanlaganman, turizm majorini. Chunki turizm hamma joyda bor, men xohlagan universitetlarning hammasida bor. Keyin bu yil topshirganlarga sizlarga maslahatim, universitetlarni yaxshilab tekshirib, qilib, search qilib keyin tanlanglar, chunki Turkiyada o'qishga bo'lmaydigan shaharlar juda ham ko'p. To'g'risi, o'qishga bo'lmaydigan, arzimaydigan yoki qanaqadir nima desam ekan, juda ham expensive shaharlar bor, chunki Turkiyaning ko'p joyi turistik zon bo'lgani uchun studentlar uchun juda ham qimmat bezopasli shaharlar ham bor. O'shaning uchun universitetlarni yaxshilab search qilish kerak. Qanaqa joyda joylashgan, tog'da joylashmaganmi, odam yo'q joylarda joylashmaganmi, shularga qarash kerak. Yaxshilab universitet tanlash ham katta mas'uliyatli, responsibility talab qiladigan narsa. Universitet tanlaganda ham. Shularga ahamiyat berish kerak. Turkiya burslarining shunaqa zakoni bor. 6 ta katta shahardan tanlasa bo'ladi, 6 tasi kichkina bo'lishi kerak. Обязательно kichkina shaharlardan. Masalan, hammasi Istanbul, Ankara emasda, 6 ta kattasi, 6 ta kichkina aralash mix bo'lishi kerak. Shunga ham e'tibor berish kerak. Shu joyga men ham qo'shimcha aytib ketaman. Turkiya burslari shunaqa grantki, agar siz uni qanaqa grantligini bilib, qonun-qoidalarni to'g'ri topshirsangiz, bu juda zo'r natija. Ya'ni o'zingiz xohlagan universitetga kira olasiz, o'zingiz xohlagan joyga keta olasiz. Lekin hammasini bemalol xo'ja qilib tavakkalga to'ldirib tashlasangiz, yutsangiz ham foydasi yo'q. Ya'ni qayerdadir bir qanaqadir nomi chiqmagan universitetga olib kirib qo'yadi, undan ko'ra o'zimizni universitetlar ancha yaxshi-da. Shu narsa hattan bir tomondan tushunarsiz, lekin mas'uliyatli bo'lgan proses. Ya'ni o'sha siz aytgan 6 ta katta shahar, 6 ta kichkinani ham tanlash kerak. O'zi umuman polniy o'rganib chiqish kerak universitetda o'zini ham. Ya'ni academic life qanaqa, student life qanaqa, professorlari va hokazo. Universitet tanlaganda nimalarga e'tibor berish kerak? Universitetni anaqa Google sahifalari bo'ladi. Page'larga kirib, Erasmus opportunity qanaqa, shularga qarash kerak. Masalan, qanaqa aktivitelar bor studentlar uchun, qanaqa imkoniyatlari bor, shularni ko'rib chiqish kerak. Masalan, Yevropa bizning universitetda masalan Erasmusga juda ham ko'p opportunity bor, juda ham ko'p staj qilsa bo'ladi Yevropada. O'shalarga ahamiyat berish kerak. Keyin yana asosiy nima qismi bor? Veb-saytda o'zida certificates and activities degan section bor. Menimcha bu qismi ham juda muhim. Siz qanaqa to'ldirgan? Sertifikatlaringiz yuklab, describe qilib berishingiz kerak. Xo'p, birinchidan bu bursni o'zi hech qanaqa requirementi yo'q. Men IELTS masalan, IELTS SAT bo'lishi kerak degan requirement yo'q. Lekin top universitetlar uchun bu narsa bor. Masalan, sizda IELTS yo'q bo'lsa, SAT bo'lsa, siz borib top universitetlarni tanlay olmaysiz. Tanlasangiz ham sizga kirishingiz imkonsiz, chunki
ularni o'zini sahifasida bo'ladi. Masalan, chet el o'quvchilar uchun mana bunaqa requirementlar bor. Masalan, IELTS 7 bo'lishi kerak, SAT 1400 dan baland bo'lishi kerak degan requirementlar bo'lishi mumkin. O'shalarga ham e'tibor berish kerak. Agar sizda IELTS yo'q bo'lsa, SAT yo'q bo'lsa, o'sha siz tanlayotgan top universitetning requirementiga to'g'ri kelmasangiz, uni tanlab o'tirishga hojat yo'q, chunki sizni olishmaydi. Lutshi o'zingizni уровнingizga, o'zingizni o'sha darajangizga mos universitetlarni tanlab, shularga kirishga harakat qilish kerak. Keyin qaysi universitet sizni majoringiz bo'yicha topda turadi. Masalan, bizda Hajattepa degan bor. Meditsina bo'yicha top. Meni universitetim turizm bo'yicha top. Undan keyin Boğaziçi deganlar bor. Ular science uchun top bo'lib hisoblanadi. Shularga ham e'tibor berish kerak masalan. Chunki shunga qarab educationingiz shunga qarab saviyada bo'ladi, shu saviyada, shu darajada bo'ladi. Undan keyin masalan men requirement haqida yana bitta narsa aytib ketmoqchiman. Turkiya burslari hech qanaqa requirement, hech qanaqa sertifikat talab qilmagani bilan baribir eng zo'rlarini tanlab oladi. O'zini sohasida eng zo'rlarini tanlaydi. O'zini sohasiga rostdan ham qiziqishi bor, rostdan ham yonib turgan yoshlarni tanlaydi. Shuning uchun masalan hozir Instagramda ko'ryapman, qanaqadir kurslar, qanaqadir anaqalar ochib ketgan, nimadirlar, konsaltingmi? Garantiya beramiz deyishyapti. Hech kim sizlarga garantiya bera olmaydi, hech kim yutishingiz uchun. Hech qizlar chiqyapti, sertifikatsiz yutishingiz bo'ladi. Men hech qachon intervyuda sertifikat yo'qdan ko'rmadim to'g'risi. Hammasi o'rga dasturli bolalar, qizlar, hammasining sertifikati bor, hammasi o'qib qo'ygan. Shunaqa zo'r bolalar bor, даже ingliz tilidan, o'zbek tilidan zo'r gapiradi o'sha intervyuda. Men ko'rib to'g'risi gaditsa qildim, chunki o'zbek bolalar, o'zbek qizlar shunaqa darajada bilimli o'sha intervyuda masalan. Shuning uchun requirement yo'q ekan deb bemalol bo'lib qolish kerak emas. Iloji boricha volunteering background bo'lishi kerak. Masalan, activity har xil proyektlar qilgan bo'lishi kerak. Maktabda bekor o'tmagan bo'lishi kerak uni academic life. O'zi tanlagan sohasida o'zini anaqa bo'lishi kerak, information bo'lishi kerak. Masalan, men turizmni tanlagan bo'lsam, menda turizm haqida ozgina bo'lsa ham ba'zi bor edi. Shunga e'tibor berish kerak. Da, to'g'ri gap. Ya'ni Turkiya burslari prosta tushunishinglar uchun yiliga bir marta ochiladi va bu ochilgan payti dunyodan bir 80,000-120 mingta student topshiradi. Ya'ni bu nerealniy katta raqam. To'g'ri, har bitta davlatda o'zini kvotalari bo'ladi, lekin baribir siz bu scholarshipga arzigulik bo'lishingiz kerak, shtobi davlatingizni imajidan ular sizni tanlab olish uchun. Boyaga aytgan gaplaringiz, ya'ni kimdirlar aytayapti, hech qanaqa requirement yo'q, prosta essayni yozsangiz bo'ldi, qabul qilishadi degan narsa. Yo'q, umuman bunaqa emas. Bu Turkiya burslari lotereya. Ya'ni o'zi bunaqa scholarshiplar juda kompetitiv va unexpected bo'ladi. Ya'ni hech qachon predict qilib bo'lmaydi. Chunki u yerda siz o'ylaganingizdan tashqari yana bir nechta faktorlar bor, sizni o'sha acceptance yoki rejectionga sabab bo'ladigan. O'shaning uchun nafaqat Turkiya burslarida, o'z umuman hayotda konsaltingni chiqarib olishlar, naborot o'zi qilib ko'rsa ancha yaxshi. Chunki nimaga? Konsalting prosta siz bilmaydigan narsangizni biladi va u lekin qiyin degandan emasda. Ya'ni siz oson bo'lishi mumkin. O'rganib olsangiz bo'ladi-da, o'zingiz topshirishingiz easy. O'zingiz topshirganingizda baribir mazasi boshqacha bo'ladi. Ya'ni qaysidir ma'noda o'zingizning mehnatingiz bo'ladi-da, o'zingiz hamma narsa protsessni kontrol qilasiz. Ya'ni siz konsaltingga bersangiz, ular "Mana bu hujjatlaringizni bering" deydi. Siz bilmaysiz u yerda qanaqa protsess ketyapti. Bu yoqda hammasini o'zingiz kuzatib turasiz. Konsalting bilan topshirganingizdan keyin ham masalan ikkinchi etap bo'ladi intervyuda. Intervyuda endi bilinadi sizni o'zingiz topshirmaganingiz bilinib qoladi baribir. Chunki o'tda o'tirganlar ham osmondan tushib qolmagan. Necha yildan beri juri o'sha yerda, necha yildan beri o'quvchilarni bilimini tekshiradi, necha yildan beri ko'rib o'tiribdi o'sha narsalarni. Shuning uchun men lutshi o'zingizlar topshirib, o'zingizlar motivation letter, recommendation letter o'zingizlar qilishlarini ma'qul deb bilaman. Da, xuddi shunaqa. Keyin menda juda ko'p sertifikatlarim bo'lgan va men o'ylayman, mana shu narsa meni qutqargan. Chunki 3 tami 4 ta meni o'zimning majorimga related activitieslarni juda zo'r describe qilib berganman. Ya'ni prosta tak
sertifikat manba organizatsiya shu kuni olganman emas. Ya'ni u qanaqa organizatsiya, nima uchun men sertifikat oldim, nimalar qildim, и undan tashqari teacher recommendation letterlar ham ancha yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni bizda ko'pchilikda o'zbeklar qanaqa o'zlari yozishadi, chunki bu narsa bizda ommalashmagan, ya'ni o'qituvchilar bilmaydi o'zi bunaqa dokumentlar borligini. И chet elga topshirayotgan любой student bir 99% o'zi qiladi. Ya'ni o'zini nomidan o'zini maqtaydi va bu bir tomondan yaxshi, bir tomondan qiyin, chunki baribir bilinadi o'zini o'zi maqtayotgan odam. Ya'ni siz 3-yildan yozishingiz ancha qiyin bo'ladi. Va shu narsalarni recommendation letterlari ham juda ko'p hozir agentstvalar, nima deydi, prodajalar bo'lib ketgan. Ya'ni necha puldirga 2-3 recommendation letter zo'r yozib beramiz. Yo'q. Men o'zi yaqinda shu admission etaylik protsessdan chiqqanimda juda ko'pchilikni recommendation letterini review qildim, ayniqsa juda qimmatga yozilganlarini va любой bitta public schoolda o'qiydigan student o'zi uchun o'zi yozgani o'shani pulga sotib olganidan yaxshiroq chiqqanda. O'shaning uchun maksimum yutug'i minimum xarajat bilan qilish menimcha ehtimoli juda balandroq, ham yaxshiroq natijani pul bilan sotib olaman degandan ko'ra. Va asosiy protsesslar shu. Endi intervyu stajiga ham o'tsak bo'ladi. Men birinchi o'zimni fikrimni aytib ketaman. Nima bo'lgan? Turkiya bursani yutgan o'rtog'im nima degan? Короче, intervyudan oldin test bo'ladi. Test qiyin bo'ladi, matematika, IQ bo'ladi degan. Juda ko'pchilik qiynaladi va siz cho'chib ketmang, ya'ni qiynalsangiz, kam topsangiz ham ular hech narsa deyishmaydi. Asosiy baribir anaqa bu intervyuingiz bo'ladi degan. Lekin o'sha haligimda qo'shilgan gruppalarimga mocklarni tashlashni boshlashgan, ochib ko'raman. Average, ya'ni eplasa bo'ladi. Lekin bitta narsani inobatga olmaganman, bu time management, ya'ni vaqtsiz ishlaganman men o'zim. U yerda examda vaqt o'zi bo'ladi, bu narsalarni kontrol qilish qiyin. Va ikkinchi narsa bu intervyuda o'zingizni qanchalik tutishingiz. Ya'ni meni kesimda hujjatlarim, shuncha yuklagan sertifikatlarim olib borishim kerak bo'lgan va muhim sertifikatlarim IELTS bilan SAT uyda qolib ketgan. Ya'ni oddiy ko'chadagi bir oddiy sertifikatlarni olib ketganman hammasini, lekin eng muhim faktor, ya'ni ular check qilish kerak, saytga yuklaganingiz bilan o'shalar qolib ketgan. IELTSni PDF'ini ko'rsatganman, lekin SAT'da уже ishonishmagan, ya'ni downloaded versionga Bluebookdagi, ya'ni o'sha College Board'dagi accountingga kirasan va elektron scoringni bizga jonli ko'rsatasan degan. Keyin ular menga savol beryapti, bir vaqt o'zida men telefonimdan akkauntga kirib sertifikatimni qidiraman. Juda qiziqman. O'sha sertifikatimni ko'rib tasdiqlashgandan keyin ancha ochiqroq menga savollar berishni boshlashgan. Birinchi savol eslayman, nima soha, nimaga ketyapsan degan. Tushuntirib bergandan keyin universitetlarimni listini so'ragan. Va u listda aynan boya aytib o'tgan narsam, xo'p, 12 ta universitetning orasida bittasida bor ekansan. Ya'ni majoring, xabaring bormi? Nimaga 6-chiga qo'yib qo'yding, 1-chiga emas deganda, keyin aytganman. Bizda shunaqa stereotip bor ekan. Tanishlar ko'pchilik shunaqa aytgan, ya'ni accepted bo'lish uchun mana shu yerga qo'ysang yaxshiroq bo'ladi deyishdi. Men shunaqa qildim deganman. Rostini aytganman. Keyin, "Ha, yaxshi, shu universitetda o'qiging kelyaptimi?" deganda, "Ha, albatta" deganman. Lekin bitta o'sha momentda menda penalty bo'lishi mumkin bo'lgan narsa bu, agar o'sha universitetdan savol so'raganda men bilmasdim. Ya'ni universitetni bilaman, qayerda joylashganini bilaman, bo'ldi. Ya'ni qayerda joylashganini ham shahar, ko'cha-bo'chalarni bilmayman. Baxtimga so'ramagan, o'tib ketgan va bitta narsa mana shu yerda ko'pchilik bizda aldashga harakat qiladi onlayn applicationlarda, o'ylaydi to'shda baribir bilib bo'lmaydi. Yo'q. Hamma narsa face to face da shunaqa bilinib qoladi. Ya'ni siz o'zingiz bilmay qolasiz qandoq tutilib qolganingizni. Meni kesimda nima bo'lgan? Uyg'ur tilini bilaman deganman. Ya'ni men o'zi ko'p tilni bilaman. O'zbek tili, rus tili, ingliz tili, xitoy tilini ham rost juda yaxshi bilaman, bir darajada. Uyg'ur tilini qo'shganman. Uyg'ur tilini ham o'sha Turkiya bilan yutgan o'rtog'im aytgan. O'zbek почти bir xil yozib qo'yavering degan. Keyin YouTube'ga kirib Uyg'ur tili deb novostlarni ko'rganimda haqiqatan o'zbekchaga juda yaqin. Let's go deb просто yozib qo'yganman. Keyin o'sha tillarga kelganda nimani so'ragan? "Namuncha ko'p tilni bilaman. Nimaga o'rgangansan shunchasini?" deb qo'ygan. Keyin aytganman, "Men o'zi просто tilga ko'p qiziqaman, shu hammasini mana shuni o'rganib ko'rganman" deganman. Lekin agar Uyg'ur tilida nimadir so'raganda
toshni tutilardi. Baxtimga so'rashmagan. Mana shu narsani man tavsiya bergan bo'lardim, aldamaslik, ya'ni borini yozish kerak. To'g'ri. Eng to'g'risi ham Da, sizning intervyu qanaqa bo'lgan? man aldamaganman. Chunki bilardim. Birinchida tutilib bo'lganman. Man experience bo'lganim uchun, ikkinchisida umuman hech qanaqa yolg'on ishlatmaganman. Biladigan tillarimni yozib qo'ydim faqat. Angliskiy, russkiy, turkiy, kitayskiy o'qiganman jahon tillarida. Shularni yozib qo'yganman. Bo'ldi. Mendan til haqida so'ramagan. Lekin hozir siz aytayotgan matematika testi bu haqida ozgina information berib ketmoqchiman. Chunki matematika desa ko'pchilik qochishadi bu narsadan. Men ham o'zim shunaqa bo'lganman mana. Matematika, masalan, sizlarni tanlayotgan majorlarda matematika главный bo'lsa, sizlar uchun qaraladi bu narsa. Masalan, matematika anaqa bankirlikka topshirayotgan bo'lsa, financega topshirayotgan bo'lsa, matematika bilan bog'liq bo'lsa, sizlarni matematika skorlarga qaraladi o'sha testda. Masalan, meniki turizm, menga qarashmagan. Menda главный narsa, главная часть menda intervyu bo'lgan. Intervyudan successful o'tganim uchun mana matematika bunaqa ko'p e'tibor berishmagan. Menda asosiy narsa bu intervyu bo'lgan, chunki mening soham turizm, bu til bilan bog'liq. Til public relations, odamlar bilan qanaqa munosabatda bo'laman, odamlar bilan отношения, xalq bilan отношения. O'shaning uchun men shu narsani e'tiborga olishlarini xohlardim. Agar sizlarni tanlayotgan majorlar, masalan, meditsinaga ham qarashadi. Mening bilishim bo'yicha meditsinada ham masalan skorga ochib qarashadi, masalan, necha yoqdi bu o'quvchida. Chunki meditsina, mana shu computer science, computer engineering va engineering ularga odam ko'p bo'ladi. O'g'il bolalarda ayniqsa ko'p kompetitiv bo'lgani uchun ularni matematika skoriga qarashga majbur bo'lishadi. Bizda turizm til bo'lgani uchun unaqa darajada katta rol o'ynamaydi. Keyin bitta narsa esimdan chiqdi. Shu testda 50 ta savol bo'larmi yo 40 tami? 40 ta bo'ladi. 40 ta bo'ladi. Bir soat beradi. Da. 1,5 minutdan hisoblanadi. 1,5 minut. Misol uchun SATdan bir necha marta imtihonga kirgan, misol uchun 2 marta SAT imtihon topshirgan. Ikkalasida ham matematika juda yaxshi ball. IQ ham ja past emas, ya'ni SAT o'qigan bo'ladi, o'sha ancha oshgan bo'ladi. Men o'ylaganman, average ancha nisbatan yaxshi topa olaman deb. Lekin 40 minut vaqtimni 40 ta savol bo'lsa, men 20 ta savolga ishlatib o'rganman. Ya'ni hali yarmi bor, lekin menda 20 minut qoldi. Shu momentda qiynalganman rosa vaqt taqsimlash. Chunki IQni men boshlab qo'ysam oxirigacha olib borardim. Ya'ni asabim buzilardi, savolni tugatmasdan keyingisiga o'tib ketsam, o'tiraverganman hech olmaguncha. Keyin asosiy matematika qismi qolib ketganda, matematikani aksariyatini ishlab olganman, ya'ni hammasi nisbatan oson bo'lgan. Bitta ikkita qiyinroq savoli bor edi. O'tda ham qanaqa? Ya'ni prosta tavakkal emas, xato javoblar chiqarib olib, keyin maksimum tavakkal qilganman. Keyin intervyu kiraman, birinchi savoli test qanaqa bo'ldi deb so'ragan. Men o'ylaganman, men uchun fail bo'ldim deb so'ragan. O'ylaganman, keyin so'rayapti, qiyinligi qanaqa ekan? Qanday ishlading o'zing, nima deb o'ylaysan deganda, keyin aytganman. O'ylaganimdan ancha qiyin, ya'ni men DTM testi o'zimizda DTM testga tayyorlanganman davomman, SAT topshirganman davomman. Ulardan nisbatan ancha qiyinroq, chunki baribir bu testing skill'lari talab qiladi, ya'ni test ishlay olishingiz barobar. Ketganda, ha, yaxshi deb so'ragan. O'ylaganman, cho'ta shu rezultatim yaxshi emas shu examdan deganman. Lekin at the end intervyu juda zo'r bo'lgan. Oilamni so'rashgan, rejalarimni so'rashgan, qaytib kelgandan keyin nima qilasan deb. Shu aytganman, O'zbekistondagi shu aerospace engineering fieldini ancha rivojlantirib, commonlashtirish kerak. Ya'ni bu narsa hozir O'zbekiston rivojiga juda katta hissa qo'shadi deb. Va menimcha bo'ldi. Keyin intervyu tugagandan keyin sertifikatlarni yig' degan, tushunishingiz uchun bir 20 tami sertifikatlarimni stolga yoyib tashlaganman. Endi ularni yig'ishtiraman. Popkamga sotgan joyimda chet elga chiqqanmisan deb so'rab qolgan. Ha deganman. Qayerga degan, Qozog'istonga. Nima uchun chiqqansan deganda, o'rtoqlarim bilan sportga deganman. Qanaqa sport desa, yugurish, marafon deganman. Keyin nima u deydi? Ya'ni inglizchasiga marafon degan so'zni ular tushunmagan. Keyin qayta aytayapman, tushunishmayapti. Keyin oxiri qo'lim bilan ko'rsatganman. Running marafon degandan keyin deyishgan. Keyin bo'ldi. Yaxshi bor deb turib qo'yib yuborishgan. Savoliga javob beraman deb yana o'ylab qolganman.
hozir mana shu ham sabab bo'lib qolsachida, keyin yo'q, hammasi yaxshi bo'lgan. Men ingliz tili xonasiga kirganman, ya'ni ingliz tilida suhbat qilganmiz. Tushunishinglar uchun ular ingliz tilisi B1, B2 zo'rg'a bo'ladi. Siz bu yoqda C1 bilan o'tirasiz, ularga tushuntirish bilan. Keyin o'ylaganman, ya'ni savollarga juda kompleks javob bera olmayman, ya'ni qiyin so'zlar ishlatyapman. Bular tushunyaptimi o'zi? Chunki aksenti bor birinchidan, ikkinchidan juda sodda gaplashishadi. Ya'ni o'zlari ham juda zo'r bilishmaydi. Keyin at the end keyin oxiri shu avgustda kelyapti. Juda kechqurun chiqqan. Unda ham o'sha uyga kelib uzib olganman. Bo'ldi, kelmadi. Keyin yo'q, endi uxlayotganimda kelib qolgan, keyin chiqqan. Lek alam qotgan joyi o'sha bittadan universitet bo'lgani uchun menda o'zimni mejorimga emas, o'sha boshqa mejorga bo'lib qolgan universitetim. O'shaning uchun universitet tanlaganda, media tanlaganda juda ham diqqatli bo'lish kerak, chunki siz xohlamagan joy ketib qolishi mumkin sizga. Sen отказ qilishga majbur bo'lasiz. Xohlamagan. Hozir siz qaysi shaharda edingiz? Da. Major is tourism. Menda bo'lsa Turkiya burslaridan voz kechib olganman. Sababi o'sha eng asosiy sabab bu prosta meni majorim bo'lmaganligi, ikkinchidan Turkiya burslaridan yaxshiroq variant chiqib qolgan. Keyin lekin shu yaxshiroq variant chiqishini javobini kutayotganimda o'sha tayyor edim. Хотя бы o'sha Turkiya burslaridan o'sha majorga ketishga, chunki uydagilarga aytganman. Menimcha bu rezultat o'sha chiqmaydi, ya'ni chunki bunda ya'ni o'sha Eliot Umidini yutgan bo'lsam, Eliot Umidini intervyusida ham juda qiynalganman-da. Meni kesim umuman boshqacha bo'lib qolgan. Hammadan surishtiryapman, umuman hech kimnikiga o'xshamaydi, meniki boshqacha keys bo'lib qolgan. O'ylayman, bo'ldi, fail bo'ldim. Chunki intervyuchilar juda qiynab tashlashgan. Uydagilarga aytayapman, u chiqmaydi o'sha. Endi Turkiya burslariga tayyorlaning, hujjatlari tez bo'lmaydi, uni 2-3 hafta bo'ladi, vizalari bor, insurancelar davomli kutib turaylik deyishgan. Harakat qilavering, ya'ni documentation prosesini boshlayvering. Agar bu yoq o'xshab qolsa, prosesni to'xtataman, bunga ketaman deb turib, keyin nimadan boshlaganman? O'tira olib, universitetimni research qilganman. Ya'ni psixologik tayyorlaganman, arziydimi o'zi rostdan ham shu universitetga ketgani, kampuslarni o'rganib chiqaman, buildinglarni, librarylarni hammasini nisbatan sekin yoqishni boshlagan. Bu payti o'ylab qolganman, arziydimi hozir risk qilib, ya'ni 4 yil emas, 5 yil, chunki birinchi turk tilini o'rganish kerak, risk qilib da 2 yil plus ishsiz qolib ketsam, ya'ni karyerasiz qolib ketsam. Rosa o'ylaganman, keyin to'xtatib qo'yganman prosesni. Shu savolga men bitta javob berib o'tib ketmoqchiman. Chunki men ham juda ham ko'p research qildim. Masalan, jahon tillaridagi grant, ko'pchilikning orzusi, ko'pchilik qizlarni jahon tillaridagi o'sha Xitoy tili, yana kundan kunga develop bo'layotgan til bor-ku, Xitoy tili. Uni tashlab ketishimga arziydiman. Birinchidan masalan diplom Yevropaga o'tadi, diplomi hamma joyga o'tadi. Bizda unaqa universitet juda ham kam. Masalan, West bor, undan boshqa Singapurskiy bor, ularniki o'tadi. Masalan, jahon tillarniki o'tmaydi, birinchidan diplom. Ikkinchidan masalan, baribir international atmosphereda o'qiganingiz boshqa narsa baribir. Meni hozir masalan o'rtoqlarim bor, kimdir Kanadadan kelgan, kimdir Afrikadan kelgan, kimdir Madagaskardan kelgan, kimdirlar anaqadan O'rta Osiyodagi butun Qirg'iziston, Qozog'iston bor-ku, shulardan kelgan o'rtoqlar, sizda juda ham katta experience bo'ladi. Masalan, o'zingiz umuman boshqa joyda, bo'lmagan joyda yashab, ota-onadan uzoqda, uydan uzoqda, o'rtoqlaringizdan uzoqda, вообще-то hayotni noldan boshlaysiz. Men kelganimda eslayman, bir haftacha yig'lab yurganman. 19 yosh bo'lsam ham, undan oldin 2 yil ota-onamdan uzoqda Toshkentda yashaganman bo'lmasam. Adaptatsiya bo'ladi baribir hammada. Bu lekin men sizga ayta olaman, что undan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Menda xuddi shunaqa bo'lgan. Hozir meni hamma narsam joy-joyiga tushib ketdi. Ish ham topdim, ishlayapman, o'qiyapman, o'rtoqlarim bilan har kuni anaqa aylanamiz, vaqtimizni zo'r o'tkazamiz. Masalan, zalga chiqaman, men hayotimni o'z yo'liga qo'yib oldim. O'sha joyiga kelib oldingiz. Vaqt talab qiladi, faqat ozgina sabr qilsangiz, hamma narsa zo'r bo'lib ketadi. Shunaqa. Keyin
Tushunishlik uchun endi o'tib ketaman. SAT Tashkent degan o'quv markazida ishlaganman. Qachondirlar u yerda birinchi boshida o'quvchi bo'lganman, ya'ni o'sha SATni o'rganganman. U yerda plyus tomoni SATdan tashqari bizga admissions ham o'rgatishgan. Ya'ni qanaqadir konsaltingga bor, ular qilib beradi emas, haqiqatan o'zimizga topshirishni o'rgatishgan. Ya'ni biz bilardik hamma proses, essaylar, personal statementlar qanday topshiriladi, recommendation letterlar hech kim yozib bermaydi, o'zingiz yozishingiz kerak, u qanaqa yoziladi, nimadan apply qilinadi, common app misol uchun va hokazo. Mani asosiy ikkita ustozim bo'lgan va ular o'sha SAT Toshkentda co-founderlari, Suhrob aka degan bilan Asadbek aka degan ustozlarim bo'lgan va o'sha Suhrob aka mani planlarimni har doim surishtirib, maslahatlashib borardim, birga aytardim. Holat mana bunaqa, turkiy kurslarni kutaman, Elirtumidni kutaman, yo'q. Keyin turkiy kurslar chiqqandan keyin xursand bo'lganlar, lekin bu yoqda Elirtumidni javobi hali chiqmaganini bilganlari uchun menga hech narsa demaganlar. Ya'ni tavsiyalar so'raganimda indamaganlar. Ya'ni Suhrob aka nima qilay? Elirtumida cho'ta hali chiqmayapti. Turkiy kurslarni bosib yuboraveraymi deganda indamaganlar. Keyinchalik surishtirib gaplashganimda, turkiy kurslarni nima qilasan? San yutasan Elirtumidni. Ishongin, hozir chiqadi, ketasan. Undan yaxshiroq variant bo'ladi deyishganda, hop deb turib shunda ham xafa bo'lganman, lekin o'zim majburlab baribir universitetda research qilib o'tiraverganman. Ya'ni любой kesda o'tda diplom, qanaqa diplom olaman, baribir хотя бы ketishim kerak bo'lgan joyi bilib olishim kerak edi. Bu yoqdan DTMni javobi chiqqan, adashmasam. Nima chiqqan? Klassika o'zbek bilan DTMga hech qachon o'ylamaganman. DTMga 2 yil oldin, ya'ni 9-sinfligimda уже aytardim, men chet elda o'qiyman, DTM topshirmayman. Uydagilar hop deb kelishgan. DTMga registratsiya yopilishiga 3 soat qolganda, kechqurun eng yaqin o'rtog'im o'sha fizikada birga o'qiganmiz, u O'zbekistonda o'qiydi hozir grantda, juda zo'r universitetda. Keyin aytgan, unga qilganman, uydagilar qarash majburlashyapti, registratsiya qilishga yordamlashyapti deganman. Keyin yarim soat o'tirib onlayn gaplashib registratsiya qilganmiz DTMga. DTMga kirib chiqqanman, DTMning javobi chiqdi. Keyin majorim bor, universitet Turin Politexnik universitetiga SAT bilan grantga topshirganman, 50% oldim. Uni ham javobi chiqishi kerak, hali chiqmagan. Keyin Turinga qo'yaman, bo'ldi, qabul qilindingiz, grantingiz bor. Endi o'qish boshlanganda kelsangiz, dokumentatsiyangizni qilamiz debdi. Keyin уже turkiy kurslardan umidni uzib yubordim. Hali deadline ancha bor edi, ya'ni accept ham qilmaganman, decline ham qilmaganman, lekin уже bilaman turkiy kurslarga ketmasligim. Keyin bir kunisi uydagilar bilan ujinda o'tirdik, aytaman, nima qilamiz? Elirtumidni shartlari bo'yicha nima? Intervyuni oxirgi kunida, ya'ni oxirgi intervyu kunidan 1 oy ichida chiqish kerak va 29 kun o'tdi уже. Ya'ni 29 kundan beri hali javob chiqmadi. Ertaga 30-kun bo'ladi. Oyimga aytaman, "Oy, nima qilamiz? Bular chiqarsa hozirgacha chiqarardi. Bo'ldi уже, Turinda o'qiyman, turkiy kurslarini voz kechordim уже domi." Keyin urush berganlar, "Nima shoshyapsan?" Chunki hammamizda stress bo'lgan, ya'ni ota-onada ham stress bo'ladi, chunki ular ham sizning rezultatingiz haqida care qilishadi, ular ham sizning haqingizda qayg'urishadi. Keyin urush berganlar, o'zlari ham asabda, stressda bo'lganlar, ya'ni ular ham shuncha payt kutishyapti men bilan birgalikda. Keyin nima bo'lgan? Bo'pti unda, ertaga chiqsa chiqdi, bo'lmasa to'g'ri turing anaqasiga borasan-da, o'qishni o'sha yerda boshlayverasan deyishgan. Bo'ldi, men o'sha xayolimda o'zbek studenti ertalab 8 dan oq ko'ylak qorashimda ketaman o'qishga, o'sha ertalab 8 da bo'ladi deb o'ylayotgan paytim, o'sha SAT Toshkentda ishlayotgan paytim ishxonada o'tiribman, administratsiyada kompyuterni ishimni qilib, o'sha Elirtumiddan xabar kelyapti, kanalga e'lon. Spiska turibdi. Spiskani endi juda shoshib listach qo'yaman. Ko'z sekundlar ichida familiya ismlari o'qiyapti, nerealniy ko'p. O'zimni ko'rdim, bo'l, shunaqa kompyuter yopdim-da, shunaqa baqirdim, yonimdagilar hamma cho'chib ketdi. Statsiyadagilar hamma hayron. Ular ham men bilan tepateng kutishgan rezultatlarimni, juda xursand bo'lganmiz. Mana shu yerda keyin o'sha admission anaqasi tugagan. Ya'ni mana shu yerda o'sha keyin hammasi, ya'ni yelkadan tog' ag'dariladi deydi, o'shanaqa bo'lgan. The war is over bo'lganmi? Ha, xuddi shunaqa bo'lgan. Bu yerda hozir qissa nimaki, ya'ni Qunduz boboni ertaklarini aytdim rosa.
har doim harakat qilaverish kerak. To'g'ri. Bizda B plan deyishadi. Chet elga topshirayotganda B plan emas, F plangacha, ya'ni bir 8 ta 9 ta zapas planlar bo'lish kerak. Bo'lmasa o'xshamaydi. Va shu narsa ancha flexible bo'lgan, chunki Amerikaga topshirganman, Yevropaga topshirganman, Xitoyga topshirganman, Malayziyaga topshirganman. Juda ko'p joylarga topshirganim uchun eng yomon ahvolimda ham menda chet elda qanaqadir acceptance bo'lishi aniq edi. Shu narsa yordam beradi. Mana shu narsani Turkiya burslariga topshirayotgan ham, topshirmayotgan ham bilish kerak. AB bilan emas, undan tashqari juda ko'p zapas variantingiz bo'lsa, bu o'zingizga shuncha yaxshi. Turkiya burslari haqida men nima fikrdaman? Xuddi o'sha narsa, ya'ni meni кейsimda men sal responsible siz yondashganman, ya'ni o'sha universitet bitta bo'lgan uchun hammasini xohlaganimcha tanlab olganman, hammasi oddiy bo'lgan. Ya'ni chunki nimaga bunaqa qilganman? Menda bu yoqda maqsadlarim juda baland, Turkiya burslari bo'lsa juda oddiy ko'ringan, o'sha yutgan o'rtog'im ham aytadi. Juda oddiy grant, yuta olasiz, xavotir olmang, intervyugacha o'tasiz, bo'ldi, yog'i o'sha javob 100 talik yutasiz degan. Shunga qaraman, xotirjam, umuman qayg'urmasdan topshirganman. Lekin boshqa protsesslarda baribir ancha mas'uliyatli yondashsa zo'r. Va Turkiya burslari shunaqa grant, to'g'ri to'ldirsangiz, hammasiga to'g'ri yondashsangiz, yutsangiz arziydi. Ya'ni haqiqatan juda top universitetlar bor va juda top o'quvchilari bilaman, aynan Turkiya burslarini Turkiyada o'qiyotgan va ular haqiqatan deydi shu narsaga. Va o'shaning uchun shunaqa yondashsa, Turkiya burslari juda arzigulik grant. Endi men masalan hozir bunga qo'shimcha qilmoqchiman, nimaga arziydi? Chunki hamma narsani qoplab beradi. Masalan 5 yil o'qiysiz, agar turk tilini bilmassiz, men turk tilini bilganim uchun 4 yil o'qiyman, hozir birinchi kursman, bu yil kelganman, 3 oy bo'ldi men kelganimga. Agar turk tilini bilmassiz, to'mir o'qishingiz kerak, 1 yil turk tili kursi bor, o'shanga borasiz, o'qiysiz, bir tiyin pul to'laysiz unga ham. 4 yil masalan обучениеga ham pul to'laysiz, yotoqxonangiz besplatno, yotoqxonada masalan 2 mahal ovqatimiz bor, u ham besplatno. Undan keyin meditsinska страховка bor, xudo ko'rmasin, istishamiz hammamiz ham kasal bo'lib qolsak, borib bemalol государственный anaqa hospitallarga borib davolansak, bir tiyin to'lamasdan chiqib ketaveramiz. Keyin безопасный bu, masalan, har doim sizni Turkiya burslari nazoratida bo'lasiz. Masalan, sizga nimadir bo'lsa, xudo asrasin, ular qarab o'tirishmaydi. Hech qachon, chunki siz ularning o'quvchisiz. Har oy $100 stipendiyamiz bor. Juda ham kam, bu O'zbekistonga qaraganda yaxshi menimcha. O'zbekistonda qancha? O'zbekistonda 600 ming berishadimi? Bilmayman. Bilmadim, mana 500-600 ming bor menimcha, chunki men grant bo'lganimda 500 mingmi, shunaqa 570 mingmi, shunaqa edi. Ha, любой holatda ham hammada har xil. Hozir bu yerda biz juda yaxshi yutuqlarga erisha olib, Turkiya burslarini mensimaslikda emas gap. Misol ba'zilarga shuni o'zi ham juda katta yutuqda, ya'ni chet elda siz hamma narsa qoplanyapti. Lekin faqatgina vaqtinchalik yutuq evaziga siz hamma hayotingizni risk qilib ketaverishingiz arzimaydi. Ya'ni o'ylab ish qilish kerak va kimga yoqmaydi, butun hamma narsangizni qoplab beryapti, plyus oz bo'lsa ham, lekin zato pul berishyapti. Ya'ni juda ko'pchilikka bu imkoniyat yoqadi. Ya'ni hammada ham yo'q-da bunaqa imkoniyat. To'g'ri. Masalan, men o'zim financial, meni oilam bu narsani ko'tarib bera olmaydi. Chunki oddiy oiladan chiqqan. O'rtoqlar, meni Turkiyada, masalan, Turkiya bilasizlar, juda ham qimmat. Turkiyaning hamma shahri qimmat, hamma narsa qimmat bo'lsa, o'shaning uchun uni hamma expensni qoplab bera olmasdi meni oilam. Masalan, обучение universitetda juda ham qimmat universitet kontraktlari O'zbekistonda ancha qimmat. Masalan, eng minimum degani $4,000 yoki 3,000, masalan 2,000. Eng minimumlari shunaqa. O'shaning uchun juda ham katta plyus. Sizga bunaqa katta scholarship yutganingiz ertaga Yevropaga ham yo'l ochiladi. Masalan, aytayotganimdek, universitetda har xil juda ham ko'p Yevropaga stajlar bor. Masalan, Erasmus bor. Erasmus ketsangiz bo'ladi 1-2 semestrga. O'shaning uchun menimcha arziydi. Men o'zim hech qachon juda qilmayman, что jahon tillarini tashlab
Turkiyaga kelganimga, chunki menga juda ham ko'p narsa o'rgatdi. Da, ikkinchi tomondan misol uchun culture shock to'g'ri bo'ladi, ya'ni любой davlatga chiqqaningizda bu bo'ladigan narsa, lekin nisbatan ancha yengil o'tadi deb o'ylayman, chunki baribir turk madaniyati, tili baribir o'zimizni ancha qonimizda olib kelayotgan narsa va adaptatsiya boshqa chet el davlatiga nisbatan ancha qulayroq bo'ladi. Bu ham juda katta plyuslardan biri. Endi it depends on like hammaga har xilda bu narsa. To'g'ri. Hammaga har xil. Masalan, menda unaqa darajada culture shock bo'lmagan, chunki men serial ko'rib o'sgan qizman, turk seriallarini ko'rganim uchun bilaman. Kim qanaqa, masalan, odatlarini bilaman, qanaqadir. Bu yoqda Turkiyada social life juda ham ko'p e'tibor berishadi. Juda ham, masalan, hozirgi yoshlar masalan 50% o'qish bilan o'tkazsa, vaqtini 50% social life'ga qaratishgan, do'stlar orttirish, qanaqadir aktivitelar qilish, volunteering qilish, shunaqa. Qanaqadir bo'ladi baribir culture shock. Da. O'zimda hozir bitta savol paydo bo'lib qoldi. Siz hozir turk tilini bilasiz va buni tasdiqlovchi qanaqadir sertifikat yuklaganmisiz yo qanaqa kechgan? O'sha topshirish. Yo'q, men sertifikatim yo'q edi topshirgan paytimda. Sertifikatim yo'q edi. Lekin meni darajam C1, chunki men yaxshi gapiraman, yaxshi tushunaman, hamma narsani tushunib turibman turkchada. C1 deb yozganman, keyin ular men intervyuda turkcha topshirganman. Inglizcha emas, o'zbekcha emas, turkcha kirganman. O'zi xonalarga bo'lishgan. Angliyskiy, ruskiy, masalan, angliyskiy bu xonaga kiradi, ruskiy mana bu xonaga, turetskiy bu xonaga deb xonalarni bo'lib qo'yishgan. O'sha turetskiy xonaga kirganman. Mendan so'rashgan hamma narsani tushunganman, полностью javob bera olganman. Keyin men kelganimdan keyin, Turkiyaga kelganimdan keyin menda sertifikat yo'q edi. Hali ham qo'limda sertifikat yo'q, men isbotlay olishgan. Mana shunaqa J1 C1 darajam bor deb mendan test olishgan to'mir o'qituvchilari. Kelgan kunim ertasi kuni 9-oktyabr kelganman, 10-oktyabrda test olishgan. Men C1 olib chiqqanman, o'z isbotlaganman, men o'zim turk tilini bilishimni. Keyin sirasi birinchi kursdan o'qiganman. Masalan, turk tilida ozgina bazasi borligi ham xuddi shu narsani maslahat bergan bo'lardim. Turkiya burslarni yutganingizdan keyin dokument tayyorlayotgan paytingizda o'sha testga ham tayyorlanish kerak, чтобы 1 yilni yo'qotmaslik uchun. Chunki to'mir A1dan boshlanadi. A1 saviyadan boshlanadi. Bu o'zbeklar uchun juda ham oson, o'yinchoq narsa bo'lib qoladi. To'g'ri, B2ga o'tganda sal o'qishni boshlashadi, lekin boshlanishda juda ham zerikarli bo'ladi. Bu to'mir asosan mana bu Kanadadan kelganlar bor, masalan, notanish, masalan, Fransiyadan anaqa o'rtoqlarim bor, Dubaydan kelgan, masalan, o'rtoqlarim bor, ularga qiyin. Ular o'qish kerak, absolyutno o'qish kerak 1 yilni. Ammo o'zbeklarga yoki qozonlarga osonroq bo'ladi. O'shaning uchun men 1 yil yo'qotmaslik uchun tayyorlanib kelishlarini maslahat bergan bo'lardim agar yutishsa. O'shanda как O'zbekistonga o'xshab turib o'qib ketaverishadi. Demak, qaysidir ma'noda turk seriallarini ko'rish mana shu yerda foydalanishga bilsa bo'ladi. Nimaga so'radim? Agar sertifikat talab qilganda aytmasdim. Ya'ni sertifikat bo'lmasa ham lekin isbotlay olsangiz, hammasi zo'r ekan. Demak, joy darajasiga yetganda nimadir foyda olsangiz, buni isbotlay olsangiz, hammasi cho'tki bo'ladi. Ya'ni sertifikatdan ozgina ba'zilar bo'lsa, o'zingizga ishonsanglar, ozgina tayyorlanib kelib test topshirsangiz, C1 chiqsa, undan keyin primoy birinchi kursga borasizlar, чтобы 1 yilni saqlab qolish uchun. 5 yil o'qimasdan 4 yil o'qiysizlar. Shunaqa foydalari ham bor. Masalan, men hozir qo'limda to'mir sertifikatim bor. U to'mirni men O'zbekistonda topshirganimda где-то $80 to'lagan bo'lardim. Albatta, besplatno qilib berishdi menga. Organizatsiya qilib berishdi. Shu tomoni ham qulay. Va shunaqa. Hozir endi topshirayotganlarga men nima degan bo'lardim? Hali vaqt juda ko'p sizlarda. Ya'ni men 1 hafta tayyorlangan bo'lsam, siz nechadir yil tayyorlangansiz. Bularda hozir nechadir oy, примерно 2 oy vaqtlari bor. Ulgursa bo'ladi. Nimaga ko'proq e'tibor berish kerak? Haqiqiyligiga, ya'ni aldamaslik kerak. Aldash bu joyda shuni bildirib qo'yadi, sizni keyinchalik juda katta penalty bo'ladi. Universitet listi real tuzish kerak.
Bu mani juda katta tavsiyam Turkiya burslariga topshirishdagi olgan eksperiensimdan. Chunki o'sha universitetdan sizga keladi, grant keladi o'sha universitetdan. Keyin recommendation letterlari ham ancha yozish kerak. Endi o'sha aytib o'tganimdek, menda ustozlarim bo'lgan, ular bizga o'rgatishgan admissionni o'zimiz qanaqa topshirishni va ular bizga recommendation letterlarimizni chek qilib bergan. Va sizlarga ham tavsiya bergan bo'lardim. Любой ingliz tilini biladigan yoki admissionga sal bo'lsa ham qiziqadigan odam bo'lsa, recommendation letter o'qittirish kerak. Ya'ni o'zingiz uchun yozgan narsani birov o'qisa, ular shunda bila olishadi. Ya'ni ular sizga komment bera oladi. Misol uchun mana bu yerda sen o'zing uchun yozganing bilinib qolgan deb ayta oladi. Ya'ni tretий лицо o'qisa. Shu narsalarni recommendation letterga yozdirib olsanglar yaxshi. Keyin tomoni endi siz juda zo'r lifehack berdingiz. Ya'ni o'sha 3000 ta karakter tugagandan keyin pastdagi comment sectionga ham yozib ketsa bo'ladi. Men bilmayman, e'tibor bermaganman shekilli. O'sha 3000 taga juda qisqartirib tashlaganman va buni plus tomoni tayyor savoli bo'ladi. Ya'ni hozir mana bu skript berilgan, o'sha bo'yicha siz yozishingiz kerak. Ya'ni nimaga Turkiya burslari degan savol bor, nimaga bu major rejalar va hokazo. Shu narsani o'sha savollarga javob bersangiz, o'zi hammasi hal bo'ladi. Ya'ni boshqa javob berish kerak bo'lgan savol qolmasa bo'ldi. Keyin activity section bilan o'sha til sectionlari to'g'ri to'ldirish kerak. Activity ham rol o'ynaydi. Ya'ni rol o'ynaydimi? Sertifikat bo'lsa bu shuncha plus. Ya'ni hammada har xil bo'ladi. O'zi admissionda qanaqa? Hammani кейsi individual bo'ladi va hammani balansi har xil. Ba'zilar akademiklar va shu chotki bo'ladi. Monster, IELTS 8, SAT 1500 nechidir. To'g'ri. Bu yoqda essaysi o'rtacha, hech balo qilmagan sohasini prosta biladi xolos. Hozir bo'ldim. Ekstrakt etib ketmoqchiman. Mana bitta tanishim bor. O'zini IELTS 8.5, SAT ham bor. SAT hozir esimda yo'q nechiligi. SS'ni endi e'tibor bermasdan yozgan, qo'llovchida yozgan xullas, xo'ja kursiga, chunki academic background rostdan kuchli, strong. Lekin unga даже приглашение kelmadi. Intervyuga. Shu narsa bor. O'sha ba'zilarda activitieslari, essaylari juda zo'r bo'ladi, lekin akademiklik ancha qiynalishadi. Shu narsani balansi har doim hammada har xil bo'ladi. Qanchalik o'sha balans tengroq bo'lsa, ya'ni u hech qachon teng bo'la olmaydi. Teng qilish uchun 5-6 yil vaqt ketadi. Ya'ni maktab bitirgandan keyin ham. U paytgacha siz bitta universitetda yoki ikkitasini tugatardingiz uchun magistratura bilan birga. O'shaning uchun qanchalik o'sha balansni bir-biriga olib kelsangiz, shuncha yaxshi. O'sha activitieslaringizni, essaylaringizni yozib, keyin ba'zilar bor, mana shuni komment qilib yozib ketaman. Aytishotda to, что ingliz tilini bilmasa ham, ya'ni turk tilini bilmasa ham, o'zbekcha yoki любой tilda essayni yozib, ya'ni ruschadami, qanaqadir tilda, I don't know if it is true, ya'ni qanchalik bu to'g'ri, ya'ni fact checking ko'rish kerak, lekin logically o'ylab qarasak, turk tilini yoki ingliz tilini bilmaydigan odam balo bormi, bo'lmasa chet tilga topshirib, ya'ni bilish kerak. Men bu narsaga bitta extra information ketmoqchiman. Turk tili bilan ingliz tilini bilmaydiganlar intervyusida переводчик bo'ladi. Xabaringiz bo'lsin. Переводчик xudo biladi qanaqa qilib yetkazadi sizlarning gaplaringizni. Даже menda ham shunaqa experience bo'lgan. Переводчикdan bitta so'zni so'raganman. Men o'zim turk tilini bilaman, lekin uni turkchasini unutgan, bitta so'zni turkchasini unutganman. Переводчикdan so'rasam, u ham bilmayman. O'shaning uchun bilmadim, turk tili bilan ingliz tilida topshirgan yaxshi, chunki через переводчика bo'lmaydi bu narsa. Hech o'tirib, mazax gaplashib chiqasizlar. Переводчик bo'lsa, o'rtada kimdir перевод qilib tursa, u men uchun неудобный-da, men lично menga неудобный bu narsa. U birinchi tomondan to'g'ri, ikkinchi tomondan nerealniy ko'p vaqt oladi. Tushunishinglar uchun bu yoqda directly o'sha turk tilida yoki ingliz tilida gaplashayotganlar 2-3 ta student chiqib ketgan bo'lsa, bu yoqda endi bittasi tugatayotgan bo'ladi. Shunisi yomon. Ya'ni navbatda qolib ketasiz. Keyin o'sha siz aytgan faktor, ya'ni to'g'ri yetkazib bera oladimi sizni fikrlaringizni tarjimada? Shunisi bor. Bu yoqda directly o'sha turk yoki ingliz tilida gaplashishingiz bu birinchidan direct communication, ya'ni siz odam bilan to'g'rima-to'g'ri gaplashyapsiz, personality baribir kontakt bo'ladi. Ikkinchi tomondan o'rtada hech qanaqa baryer bo'lmaydi, ikkalanglar bir-biringizga ideyalaringizni yetkazib berish uchun. Shunisi qulay. O'shaning uchun
Manimcha endi hozir ingliz tilini bilish bu baza. Hamma bilishi kerak menimcha. Tем более chet elda o'qiyman degan odam, chet elda o'qishni maqsad qilgan odam birinchi ingliz tilidan boshlash kerak. O'zi ingliz tilidan o'rganishni boshlash kerak. O'shaning uchun men hammaga maslahat berardim, agar turk tilini bilmasalar, ingliz tilida yoki rus tilida to'ldiringlar, chunki bilmadim. O'zbek tilida qanchalik masalan ular juriylar tekshira olishadi o'zbek tilini masalan. Chunki juriylarning o'zlari foreign language ularni ingliz tili, turk tili ingliz tilida topshirsalar menimcha yaxshi. Keyin Turkiya burslari hammani o'zini individual case'iga bog'liq. Ya'ni misol uchun meni case'imda bu main priority bo'lmagan. Ya'ni menda asosiy maqsadlarim boshqa bo'lgan, lekin bu qo'shimcha meni bitta imkoniyatimni sinab ko'rish granti bo'lgan. Ba'zilari holatida bu eng highest priority, ya'ni ular maqsadlari bu Turkiya burslari bo'ladi. Va shuning uchun shunga qarab harakatni taqsimlash kerak. Misol uchun meni bitta o'rtog'imda nima bo'lgan? U Koch University bor, bilasiz. Koch Universityga 100% grant yutgan, tuition. Yashash xarajatlarini qoplash kerak. U bola nima qilgan? Let's try it out and Turkiya burslari o'xshab qolsa full ride bo'ladi degan. Keyin xullas topshiriqda coach tanlagan, intervyuga kirgan. Birga borganmiz o'sha o'rtog'imni. Mendan oldin kirgan. Eng qiziq faktor, u intervyu xonasini oldida stulda o'tirgan bo'lgan va kompyuterda qarayotgan narsasi bu Turkiya prezidentini biografiyasi bo'lgan. Ya'ni ma'lumotlar, rasmi, tug'ilgan yili, полный ism, familiya, otchестволari va hokazo. Intervyuchi eshigi ochib, o'sha ismi bilan chaqiraman degan bolani endi chaqiraman deganda, shuni tegida o'sha o'rtog'im Turkiya prezidentini kutib o'tiribdi va aytgan ism, familiya o'sha o'rtog'imnikida. Ya'ni manda turib kirib ketyapti xonaga. Keyin birinchi bergan savoli unga bizni prezidentimiz bilan nima qilyaptiding deb berishgan. Ya'ni tushunishlar uchun nima qilyaptiding deyishganda, ya'ni nima qilish mumkin? Prosta o'rganish mumkin-ku va eng qizig'i u bolaga biz, ya'ni rezultimiz olgan paytimiz kelmagan. Unga avgust oxirida yoki sentyabr boshida kelgan. Ya'ni waitlistda bo'lgan u bola. Kimdirlar отказ qiladi, bu sizga o'xshab variantlari bor odamlar отказ qilishadi. Xohlagan joyi kelmasa, xohlagan major kelmasa, отказ qilishadi. Shularni o'rniga yana yuborishadi bular приглашение san yutding deb. Shunaqa bo'lsa kerak, chunki sentyabr juda ham kech. Da. Haligacha eslayman, o'sha javoblar chiqish boshlagan kuni gruppada yozishyapti. Metudan, Istanbul Technical University'dan, Kochlardan acceptance'lar kelyapti. Aytishyapti, bo'ldi, bugun faqat top universitetlardan keladi. Oddiy universitetlarga topshirganda keyinchalik chiqadi deyishyapti. O'tiribman, gruppada discussion boshlanib ketadi. O'sha kuni eslayman. Ishxonada o'tiribman, administratsiyada ishlaganman, klientlar kelib ketadi. Men bu yoqda yana bitta stress olganman. Men Turkiya burslari gruppasini o'qib, kuzatyapman jarayon nima bo'lishini. Keyin oxiri ish vaqti tugadi, kech bo'ldi. O'rtoqlarimiz bilan o'sha ishxonada ozgina dam olib uyga qaytyapmiz. Uyga qaytganda ham kechida, juda kech, bir 11larda qaytganman, 11:30larda. Shuni eshik ochib, sumkalarimni qo'yib, endi kirishim bilan telefonimga email kelgan. Emailda yozyapti, nima deydi? Qabul maktubimi nimadir deb yozgan. Birinchi turkchada, xullas qarash tushunmayman, yaxshi xabar, pozitiv xabar. Keyin xursand bo'lganman, juda zo'r bo'lgan. Mana shu vaziyatda nima demoqchiman? Ya'ni любой narsaga erishish oson bo'lmaydi. Ya'ni juda ko'p vaqt oladi. Turkiya burslari misol uchun hozir yanvarda boshlayapsizlar. Oxirgi natija bu avgustda bo'ladi-da. Intervyu o'tsangiz. Bu juda ko'p vaqt oladi, juda ko'p stress. Nima tavsiya bergan bo'lardim? Kerakli vaqtda keraklicha stress qilish kerak. Ya'ni stress bu juda kerakli narsa. O'sha mas'uliyatliroq yondashishga yordam beradi. Qolgan paytda o'sha unutib olish kerak. Ya'ni topshirib bo'ldingizmi? Bo'ldi, unuting. Kelsa mayda keladi, bo'ldi. Agar kelmasa, sog' bo'lasiz, boshqa rejalaringizni, maqsadlaringizni harakat qilavering, foydasi yo'q siqilishdan. Shuning uchun sabrli bo'lib, oxirigacha harakat qilsa o'xshaydi. Tamam, to'g'ri.
Asosiysi motivation letter yozishda kerak emas narsalarni yozmaslik kerak. Eng asosiy narsalar qolib ketadi. Nimaga o'sha majorni tanlagan, o'shani yozish kerak. Qanaqa foydasi tegadi O'zbekistonga ertaga? Intervyuda ham so'raladi bu savol. Aytishadiki, so'rashadi, "Sen ertaga 4 yildan, 5 yildan keyin qaytasanmi O'zbekistonga?" deganda, qaytaman deyish kerak. Chunki bu scholarshipni maqsadi sizlarni Turkiyada o'qitib, undan keyin O'zbekistonga jo'natib, sizlarni zo'r kadr qilib tayyorlab yuborish. O'zbekistonga qaytish maqsad. Lekin unaqa sharti yo'q. Masalan, O'zbekistonga qaytish shart. Masalan, meni o'rtoqlarim bor, o'zi bu yil bitirishadi, qolish niyati bor. Turkiyada ishlab qolib, karyerasini davom ettirish niyati bor. Shuning uchun unaqa sharti yo'q, lekin baribir ham bizani maqsad baribir ham chet elda o'qishdan qaytib kelib O'zbekistonni rivojlantirish. Shu narsalarni qo'shsa, inobatga olishsa yaxshi bo'lardi. Masalan, motivation letterda ham kerak emas narsalarni yozib, storytelling rostdan ham uncha ko'proq akademik anaqa qilish kerak, akademik yozish kerak. Shunaqa. Keyin tavsiya bergan bo'lardim, обязательно shu Turkiya burslarini yutgan odam bilan bir maslahatlashib ko'rish kerak. To'g'ri, networking bunchalik kuchli emas, ya'ni kimdirlar qidirishi mumkin shunaqa inson topish uchun, ba'zilarda shunchaki bitta tanish yaqin o'rtog'i yutgan bo'ladi. Haqiqatan iltimos qilib yozib ko'rish kerak, gaplashib ko'rish kerak. Qanaqadir Instagramga, private message'ga yoki Telegramga emas. Tavsiya bergan bo'lardim LinkedIndan yoki boshqa platformalardan yozishi. Bu ko'proq ancha ofitsialniroq ko'rsatadi sizni Telegram bilan Instagramga qaraganda. Chunki Telegram, Instagram bu baribir ko'proq private deb o'ylayman. LinkedIn bo'lsa bu public place, ya'ni siz o'zingiz profilingizni yuritasiz va maslahatlashib ko'rish bu juda katta yordam beradi. Chunki siz endi bosib o'tishingiz kerak bo'lgan yo'lda bosib o'tgan odam bilan gaplashsangiz, bu sizga definitely yordam beradi. Ya'ni qayerdadir qayrilish kerak bo'lgan joy siz o'tkazib yuborsangiz, уже tugadi. O'sha odam qayerda qayrilish kerakligini biladi. Va bunaqa odamlar bilan bitta ikki marta kamida yaxshilab gaplashib olish kerak. Ya'ni asosiysi nima? Birinchisida o'sha birinchi stajdagi essay, hujjatlar, balovatarlarni so'rab olish kerak agar savollar bo'lsa. Ikkinchisi shu intervyu. Mana shu ikkitasi sizni oxirigacha bemalol yordam beradi. Endi men boshida aytdim, men hech qanaqa konsalting, hech qanaqa kurs sotolmaganman, o'zim topshirganman dedim. Lekin meni yonimda ham sizdagi meni o'rtog'im bor edi. Menga o'rgatgandi qaysi tarafdan menga yordam ketgan u qizni ham. Chunki men birinchi topshirayotgandim, rostdan ham men bu mixtub qoladi. Sayt tushunarsiz ozgina, sayt to'ldirish qanaqa qilish, ozgina sal qiyinroq. Tushunmagan joylarimni so'rab, hammasini tushuntirib bergan. U qiz o'zi 5 yildan beri Ankarada o'qiydi. O'zini tajribasidan bo'lishib menga plus meni motivation letterimni ham tekshirib bergan, analiz qilib bergan. 3 marta menga yo'q bo'lmaydi degandan keyin 4-chisida bu 2024-yil uchun aytyapman. 2025da polностью o'zim topshirganman. Chunki men bilaman nima qanaqa qilishni. Birinchi yilda o'sha o'rtog'im menga yordam bergan, feedback bergan, men bunaqa qilishim kerak deb. Chunki u baribir 5 yildan beri mana shu scholarshipni scholarship winner baribir. Shuning uchun birinchi yili men ham yordam olganman. Keyin o'sha veb-saytda tushunarsiz dedingiz. Bu narsaga men 200% qo'shilaman. Birinchi marta akkaunt ochayotganingizda siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak, o'tga email yozasiz va email kelishi kerak-da sizga. Men bu narsada bir hafta harakat qilganman, email umuman kelmagan. Keyin oxiri o'sha yutgan o'rtog'im bilan o'tirib olib, bitta joyda ko'rishib, polniy izlanib ko'rganmiz. Keyin ochilmagan bo'lganmi, nimadir bo'lgan, kutganmiz, keyin oxiri kelgan. Va mana shunaqa momentlarda o'sha shu narsani biladigan o'rtoqlaringiz bo'lsa, juda foydali va o'sha tekshirib bergan dosiz 4 marta, 5 marta, xuddi shunaqa meni ham kesimda o'sha o'rtog'im kritika qilib bergan essayimni. Ya'ni men bu yerda bu savol bergan, lekin sen bu savolga hali javob yozmagansan essayingda. Chala deb turib, mana shu kritika siz essayingizni ancha yaxshilashga yordam beradi. Bu odam o'sha yaqin o'rtog'ingiz bo'lishi mumkin yoki o'sha Turkiya bursidan sizdan oldin yutgan odam bo'lishi mumkin va hokazo. Baribir yordam olish bu juda etik, foydali narsa. Ba'zilar o'ylaydi, ignorship, ya'ni o'zini undan pastroq qo'yishadi,
hamma odam, ya'ni u ham bu ham shunchaki u sizdan ancha oldin sal ko'p harakat qilgan odam bo'ladi va siz u odamga to'g'ri approach qila olsangiz, ya'ni to'g'ri munosabatda to'g'ri xabar yozib iltimos qila olsangiz, hech qachon yo'q da. Bitta narsa aytmoqchiman. Menga hozir ko'p qizlar o'g'il bola qizlar yozishgan Instagramdan ham, Telegramdan ham voy shunaqa stipendiyga yutibsiz degan maslahat bering deb. Men ayamayman maslahatimni, chunki menda ham xuddi shunaqa vaziyat bo'lgan. Men ham chorasiz qanaqadir ma'noda chorasiz bo'lganman paytda, mana shu scholarshipga topshirgan paytimda, ayniqsa birinchi yilim abituriyent paytimda qo'limdan kelgancha yordam beraman. Lekin shunaqa mag'li odamlar bo'ladi, yozadi, motivation letterni tekshirib bering. Как будто men долженman o'sha narsaga, как будто men birovi pulini olib keyin o'sha narsani qilishim kerak как будто. O'shaning uchun shunga ham e'tibor beringlar, polite bo'linglar. Не только вот burs haqida so'rayotganlar. Tanimaydigan, bilmaydigan odamlarga birinchi marta kim bo'lish через internet anaqa qilayotgan bo'lsalar, yozayotgan bo'lsalar, ozgina polite bo'lish kerak. Shunaqa qizlar borki, masalan, Turkiya burslari yutishni yo'llarini aytvorasizmi deb menga как будто bilmayman. Undan oldin birinchi bo'lib o'sha qanaqa qilib yozish kerak. Sen chet elga o'qishni maqsad qilgan bo'lsang, birinchi o'rinda to'g'ri yozishni, to'g'ri qilishni, odam bilan approchni qilishni o'rganib ol deb голосовой yuboraman odamlarga. Lekin men hech qachon yordamni ayamayman, chunki men ham vaqtida menga ham shunaqa odamlar kerak bo'lgan o'zimga. Advice kerak bo'lgan menga vaqtida. Da, qaysidir ma'noda juda logical savollarni berish kerak emas. Aha, to'g'ri. Даже o'sha juda logical savollarga o'zingizlar javob topa olmagan bo'lsangiz, sizlar u chet elni unutinglar вообще. Chet elda o'qish, bu grantni yutish. Endi bu, как сказать, men bu odamni kamsitish yoki nimadir emas, просто так o'sha narsaga ham aqli yetmagan bo'lsa, не стоит topshirib o'tirish. Da, o'zi overall agar buni tagini ozgina kovlaydigan bo'lsangiz, sabab nima? Hamma kelinadi. Bunga example bermoqchiman. Recommendation letter nima? Motivation letter nima deb savol berishadi. Men uni senga tushuntirib o'tirgunimcha sen lutshi borib ChatGPTga yoz, lutshi borib Googledan Google qilgan, hamma narsa turibdi, o'sha ma'lumotlar turibdi. Menga motivation letterni tekshirib ber desa ham bir gap. Motivation letter nima deb so'rashadi? Oddiy savol, general narsa bular. Bularni bilish kerak. Chet elga topshirmoqchi bo'lgan odam, chet elda o'qishni xohlayotgan odam bularni yetak bilish kerak bu narsalarni, nimaligini. CV nima deb CV. Da, keyin ko'pchilik haqiqatan erinadi. Tavsiya bergan bo'lardim, erinmaydi. Chunki erinish, agar erinsangiz, уже u grantni yuta olmadingiz degan. Chunki любой natijaga erishish uchun juda ko'p harakat qilish kerak va mana shu stejda juda ko'pchilik yiqiladi, chunki erinadi, haqiqatan erinadi. O'shaning uchun ham shunday holatda yutgan odam yozadi. Ya'ni bizga yutish o'rgat. Ular o'ylashadi, hozir biz ularga ssenariy beramiz, xuddi o'sha ssenariy bo'yicha ular yutib ketishadi. Yo'q. O'zi umuman universitetga topshirish, endi bu chet el misolida aytaman, individual case. Ya'ni hammani holatida har xil. Ya'ni hammani o'zini unique pointi bo'ladi. Hammani o'zini advantage, minus, pluslari bo'ladi va hech qachon kimdir successful sample case boshqaga o'tadi degani emas. Ya'ni hammani o'zini individuality bo'lishi kerak va hech qachon qo'rqish kerak emas. Meni applicationim bunikidan sal boshqacharoq bo'lib qoldi deb o'ylash kerak emas. Chunki o'zi shunaqa bo'lishi kerak. Nabarot, o'xshatish bu уже xato. Menimcha hamma general information aytib o'tdik. Endi kimdir savollar bo'lsa, o'zi men tilim turib ketib qolaveradi har doim. Kim savollaringiz bo'lsa berishlar mumkin. Komment ochiq bo'lsa, chunki men hozir yarim soatdan keyin darsim boshlanadi onlayn. Endi hozir men mikrofonlarga allow berdim. Hozir 2 kishi qoldi va bitta narsani aytib o'tib qo'yaman. Rekord qilib oldim. Hozirgi sessionni endi agar ruxsat bersangiz shu kanalni o'ziga qo'yaman. Chunki hozir bugun bu yerda hozir qo'shilganlar
Ha, mani kanalimdagilar, lekin asosiy haqiqatan qo'shilmoqchi bo'lganlar kirishmadi. Ya'ni o'sha kommentariyada Turkiya bayrog'ini qoldiringlar deganlarim, ular qoldirishdi, lekin kirisha olmadi. Bilmayman nimaga. Ular uchun saqlab qo'yamiz bu videoni va keyinchalik o'sha qo'shilmaganlar ham hajab nimadir olishadi bo'lsa shundan. Va menimcha bo'ldi, agar savollilari bo'lmasa tugatsak bo'ladi. Aha. Soat nechida hozir? Xo'p, menda endi 18 minut o'tdi. Nechida? 5 dan. Bizada уже